Assalomu alaykum azizlar. Bugun 17-may yakshanba. Ob-havo prognozlariga ko'ra kelayotgan hafta ham yomg'irli bo'lar ekan. Haftaning kamida 5 kunida ehtimoliy yomg'ir taxmin qilinmoqda. Bahorning oxirgi kunlarida ham 20-25 daraja yoqimli havo bo'lishi, bulutlar osmonni to'ldirib suzib yurishini ko'rish kayfiyatga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Suv omborlarimiz suvga to'lgani, o'tgan bahorda qovjirab yotgan kengliklar, yaylovlar bu yil yashillikka burkangani kayfiyatni 2 hissa oshiradi. Xullas, yashasin iqlim o'zgarishlari. Yomg'irlar va salqinlik yozda ham bizni tark etmasin. Biz doimgidek haftaning ba'zi muhim voqealarini birgalikda eslaymiz. Bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, iltimos videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring. Shunda qadrdonimiz YouTube uni ko'proq foydalanuvchilarga tavsiya qiladi. Haftaning eng muhim voqeasi AQSh prezidenti Donald Trampning Xitoyga tashrifi bo'ldi. Bu ko'rishuvda odatda davlat yetakchilari uchrashuvida kuzatiladigan savdo bitimlari, vazirlar qanaqadir hujjatlarni imzolashi kuzatilmadi. Umuman dunyodagi eng qudratli ikki davlat lideri hech qanday hujjat imzolagani yo'q. Va odatda bunaqa uchrashuvlarda har qanday bitimlardan ham muhimroq masalalar muhokama qilingan bo'ladi. Ta'sir doirasini belgilab olish, keyinchalik qanday harakat qilish, kim qayerda asosiy bo'lishi kabi masalalar muhokama qilinadi. Esingizda bo'lsa, Tramp ikkinchi muddatiga kirishganda butun dunyoga qarshi o'z iddaolarini baland ohangda aytayotgan, Xitoy bilan ham savdo urushini qayta boshlab yuborgandi. Lekin Tramp prezidentligining 1 yili o'tgach, o'zining ta'bir bilan aytganda 9 ta urushni tugatishga ulgurgan bir vaqtda Xitoyga kuchsiz pozitsiyada bordi. Bu tashrif mazmunini tushunish uchun shunchaki kim kimning davlatiga borganiga qarashning o'zi kifoya. Trampning tashrifini uning jamoasi katta voqelikdek ko'rsatishga urindi. Lekin umuman olganda amerikaliklar bu tashrifni muvaffaqiyatli deb hisoblayotgani yo'q. Tramp va Si uchrashuvida